Adliya vazirligi eshiklari ish kunlarida, ish vaqtlarida fuqarolar uchun doimo ochiq. Ammo bugun ochilgan eshiklar yosh huquqshunoslar uchun ayni muddao bo'ldi. Ular vazirlik tizimi ish faoliyati bilan to'g'ridan-to'g'ri tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Adliya vazirligida bugun ochiq eshiklar kuni. Talabalar Adliya vazirligining markaziy apparatida bo'lib, qonunlar hayotga qanday tatbiq etilishini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Bu yerda har bir hujjat, har bir qaror ostida mehnatsevar yuristlar, yuksak mas'uliyat va tartib yotishini ham anglab yetishdi. Vazirlik haqidagi fikrim oldindan yaxshi bo'lgan, hozir ham shu. Yuridik universitetga kirishimning o'z asl sababi vazirlikda ishlash, adliya xodimi bo'lish. Ular o'zlarini faoliyati haqida tanishtirdilar, har bitta hujjatni ishlab chiqish, o'zini ekspertizasi haqida tushuntirdilar. O'quv jarayoni boshlanishi bilan bunaqa tashkilotlarga yoki binolarga ekskursiya qilish albatta o'quvchilarni keyingi o'quv yili davomidagi ruhiyatini, motivatsiyasini oshirishga albatta ko'maklashadi. Dastlab Adliya vazirligiga borganimizda Adliya vazirligi men uchun o'zgacha taassurot qoldirdi va o'ylaymanki, meni keyingi faoliyatimdagi bog'liq rejalarim aynan o'sha yerda ko'rganimda men ifoda etmoqchiman. Keyingi manzil Xadicha Sulaymonova nomidagi sud ekspertiza markazi bo'ldi. Bu yerda har bir iz, har bir dalil, har bir zarracha jinoyat haqida so'zlaydi. Kelgan talabalar esa kelajakdagi kasbi doirasida dalillar bilan qanday ishlash kerakligini qisqa bo'lsa-da anglab yetishdi. Men bu yerda birinchi o'rinda ishdan tashqari samimiylikni ko'rdim. Insonda qanaqadir xodimlarda ochiqlik bor. Bu narsalar bizga juda qiziqarli bo'ldi. Masalan, hozir sud ekspertiza qiladigan apparatlarni ko'rdik. Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti va Davlat xizmatlari markazining ham ochilgan eshiklari talabalarda katta qiziqish va yangi bilim manbai bo'lib xizmat qildi. Bu yerda talabalar aholiga qulay, tez va shaffof xizmatlar ko'rsatilish jarayonlarini o'rgandilar. Endilikda ular yurist faqat sud zalida emas, balki xalq xizmatida bo'lishini bilishdi. Davlat xizmatlari markazida juda ham keng qamrovli faoliyat olib borilar ekan. Bu yerda masalan siz kelib identifikatsiyalovchi kartangizni olishingiz mumkin, xorijga chiqish pasportingizni olishingiz mumkin. Biz juda ham keng ma'lumotlarga ega bo'ldik va men shu sohadan ketayotganimdan juda ham xursand bo'ldim. Bunday tadbirlar allaqachon vazirlikning an'anasiga aylangan. Yoshlarga muhitni tanitish, tizim bilan hamnafas bo'lish va motivatsiya berish asosiy maqsadlardan. Bugun Toshkent davlat yuridik universiteti talabalari uchun ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Ushbu tadbir Adliya vazirligi tomonidan bir necha yillardan beri o'tkazib kelinadi. Bu tadbirda biz bevosita boshqa davlat tashkilotlarini xodimlarini va huquqshunoslik sohasiga qiziquvchi boshqa aholi qatlamlarini va boshqa ta'lim muassasalarini jalb qilamiz. Bugungi tadbirdan ko'zlangan maqsad ham birinchi navbatda shu vazirlik faoliyatini tanishtirish. Talabalar uchun tashkilot eshiklarining ochilishi olingan nazariyalarni amaliyotda ishlatishni o'rgatish bilan bir qatorda ularga kasb tanlashda yordamchi bo'ladi. Muhitni va kasb mas'uliyatini oldindan anglagan yoshlarning rejalari o'zgarib turishi ham tabiiy hol aslida. Maqsad qurgandim boshqa sohada. Hozir Adliya vazirligi bu yerga kelib qanaqadir o'zimda o'zgarish sezdim. Shu adliya qanaqadir o'zimga mosdek ko'rdimda. O'zim prokuror bo'lmoqchi edim, maqsadim. Qiziqishlarim notarius yoki Adliya vazirligiga qiziqyapman. U yerda xodim bo'lib ishlasangiz, ishlaganingiz sari ishlagingiz kelar ekan. Adliya vazirligiga borganimizda bizga shuni aytishdiki, ular bizga yosh kadrlar kerak deb. Bir kunda 4 manzil va ochilgan 4 tashkilotning eshigi. Olingan taassurotlar esa yillar davomida xotiralarda qoladi. Bu tashrif yosh yuristlar uchun nafaqat sayohat, balki adolat yo'lida o'z o'rnini topish sari tashlangan muhim qadamdir. Adliya vazirligi esa shunday sohaga qiziqqan yoshlarni doim qo'llab-quvvatlashga tayyor.